2025-26 o'quv yilida zakovat musobaqasini yangi sonini boshlab turibmiz. Alloh taolo ushbu boshlayotgan ishimizga muvaffaqiyat ato aylasin. Barchamizga Alloh taolo kuchli zehn, ketmas aql va ziyraklikni nasib qilsin. Sarih taloq, bo'yin taloq bor. Qaysi biri bir-biriga ergashadi? Agar ayoliga anti toliqun deb keyin shartni taliq qilsa, shartni oldin aytgan bo'lsa, birinchisida bo'yin taloq bo'lib, keyingilari lag'u bo'lib ketadi. Zayd yaylovdagi 40 ta qo'yga bu yil zakot berdi. Uning qo'ylari har yili o'tgan yildagi umumiy hisobga nisbatan 2 barobar ko'payib bordi. U shu tarzda 6 yil zakot berdi. Savol: shu 6 yil ichida hammasi bo'lib Zayd nechta qo'y zakotga bergan va umumiy qo'ylari soni nechtaga yetgan? Hisobda 23 ta qo'y beradi. 1280 ta qo'y bo'ladi. 25 ta qo'yni zakotga beradi. 1280 ta qo'y bo'lgan bo'ladi. Qaysidir hisobda adashgan bo'lishini kerak. Yarim 2 5. Savol: gap nima haqida ketyapti? Bu savolning javobi o'zi idda borasida edi. Javob to'ppa-to'g'ri. Namozda bor, tahoratda yo'q. Hajda bor, g'usulda yo'q. Gap nima haqida ketayotganligini toping. Javobimiz vojib.